Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, opa-singillar, aka-ukalar va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. O'tdim avgustgacha ishlatilmagan ayrim pullar kuydirilishi, qaytarib olinishi yoki keyingi oyga o'tmasligi mumkin. Bu xabar hammani xavotirga solyapti. Chunki ko'pchilik buni oddiy pensiya puli ham yo'qolib ketadi deb tushunyapti. Men bugun sizga aniq qilib tushuntiraman. Qaysi pul kuyishi mumkin? Qaysi pul kuymaydi? Kimlar albatta tekshirishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sababli odam o'z haqidan ayrilib qolishi, keraksiz navbatlarda yurishi yoki aksincha, kerakli ishni vaqtida qilmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar va oddiy fuqarolar uchun eng kerakli huquqiy va amaliy ma'lumotlarni sodda qilib tushuntirib boraman. Men avvalo eng asosiy narsani aytaman. Odatdagi pensiya puli, ya'ni har oy davlat tomonidan tayinlangan yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bank kartangizga tushgan bo'lsa, u oddiy bank hisobidagi pul hisoblanadi. Bunday pulni bank kartada saqlasangiz, u ertaga birdaniga kuyib ketmaydi. Siz uni bugun ishlatasizmi? Bir oy keyin ishlatasizmi? Odatda u sizning hisobingizda turadi. Demak, hamma pensionerlarning pensiyasi 3 avgustda kuyadi degan gapni eshitsangiz, bu gapni to'g'ri to'liq haqiqat deb qabul qilmang. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Ayrim to'lovlar oddiy pensiya emas. Muddatli ijtimoiy yordam, kompensatsiya, subsidiya, oziq-ovqat yoki dori-darmon uchun ajratilgan maqsadli mablag', bonus qaytariladigan budjet puli yoki ma'lum davr ichida ishlatilishi shart bo'lgan mablag' bo'lishi mumkin. Ana shunday pullarda muddat bo'ladi. Muddat o'tsa, pul qaytarib olinishi, dastur yopilishi, kartadagi imkoniyat bloklanishi yoki keyingi bosqichga o'tmasligi mumkin. 30 avgust degan sana ham ko'pincha mana shunday maqsadli to'lovlar. Ijtimoiy karta, subsidiya yoki alohida yordam dasturlariga tegishli bo'ladi. Oldin ko'pchilik pensiyani naqd pulda olardi. Pochtachi olib kelardi, mahalla orqali xabar berilardi. Odamlar qachon pul kelishini bilib turardi. Hozir esa juda ko'p to'lovlar bank kartasiga o'tkazilyapti. Bu qulay, navbat kamayadi. Pulni xohlagan paytda yechib olish mumkin. Kommunal to'lovlarni telefon orqali to'lash mumkin. Lekin shu bilan birga yangi muammo paydo bo'ldi. Odam kartaga qaysi pul tushganini bilmaydi. Pensiyami, kompensatsiyami, yordam pulimi, subsidiyami, qaytariladigan to'lovmi, hammasi bir xil pul tushdi bo'lib ko'rinadi. Aslida esa ularning huquqiy tartibi har xil. Masalan, bir pensioner opaga 1 million 200 ming so'm pensiya tushadi. Yana alohida 300 ming so'm kommunal kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam tushgan bo'lishi mumkin. Opa bankomatdan 500 ming so'm yechib oladi, qolganini qoldiradi. Keyin kimdir 30 avgustgacha ishlatmasa kuyadi. Desa, opa butun pensiyam ketar ekan deb qo'rqadi. Aslida kuyishi mumkin bo'lgan qismi faqat maqsadli yordam bo'lishi mumkin. Pensiyaning o'zi emas. Mana shuni farqlash juda muhim. Asosiy qismin nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim olmasligi kerak birinchi toifa oddiy pensiya. Bu har oy hisoblanadigan pensiya. Agar sizga pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya tayinlangan bo'lsa va u bank kartangizga o'tkazilsa, bu sizning qonuniy daromadingiz. Kartaga tushgandan keyin u sizning hisobingizdagi pul bo'ladi. Siz uni darhol yechib olishingiz shart emas. Masalan, sizga 2 million so'm pensiya tushdi. Siz undan 800 ming so'mini ishlatdingiz, 1 million 200 ming so'mi kartada qoldi. Bu qoldiq oddiy bank qoldig'i sifatida turaveradi. Bunday vaziyatda 30 avgust degan sana sizni vahimaga solmasligi kerak. Ikkinchi toifa tayinlangan, lekin vaqtida olinmagan pensiya. Bu boshqa masala. Agar odam pensiya olishi kerak bo'lsa-yu, uzoq vaqt davomida umuman olmasa, masalan, kartasini ishlatmasa, shaxsini tasdiqlamasa, yashash joyi bo'yicha muammo bo'lsa, bank hisobida harakat bo'lmasa yoki tashkilot bu odam pensiyani olayaptimi, tirikmi, hujjatlari joyidami degan tekshiruv qilsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu pul kuydi degani emas, lekin muammo chiqadi. Keyin odam borib ariza yozishi, hujjat topshirishi, qayta tiklatishi kerak bo'ladi. Ayrim holatda o'tgan davr uchun qayta to'lab beriladi. Ayrim holatda esa muddat, sabab va hujjatlarga qaraladi. Shuning uchun pensiya kartangizni yillar davomida umuman tekshirmay qo'ymaslik kerak. Uchinchi toifa ijtimoiy yordam va nafaqalar. Bunga kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam
Bolalar nafaqasi, parvarish nafaqasi nogironligi bo'lgan shaxsga alohida yordam, davolanish yoki boshqa ehtiyoj uchun ajratilgan pul kirishi mumkin. Bularning ayrimlari ma'lum muddatga tayinlanadi. Masalan, 6 oyga, 2 oyga yoki bir martalik qilib beriladi. Agar siz bu pulni olish uchun hujjat topshirgan bo'lsangiz, lekin kartangizni ochmagan bo'lsangiz, bankka bormagan bo'lsangiz, olib berilmagan, plastik kartani olmagan bo'lsangiz yoki telefon raqam biriktirilmagan bo'lsa, pulni olishda kechikish bo'lishi mumkin. Ba'zi dasturlarda ajratilgan mablag' yil yakunigacha yoki aniq sanagacha o'zlashtirilmasa qaytarilishi mumkin. 4-toifa maqsadi mablag'. Mana eng ko'p chalkashlik shu yerda. Maqsadi mablag' degani sizga xohlagan narsangizga ishlating deb berilgan pul emas. U aniq maqsadga ajratiladi. Masalan, dori olish uchun, oziq-ovqat uchun, maktab formasi uchun, ko'mir yoki gaz to'lovi uchun, reabilitatsiya vositasi uchun, sanatoriy yo'llanmasi uchun, kommunal xizmat kompensatsiyasi uchun. Bunday mablag'lar ba'zan oddiy naqd pul emas, balki ma'lum savdo nuqtalarida ishlaydigan karta, vaucher yoki elektron ro'yxat orqali beriladi. Agar shartda falon sanagacha ishlatiladi deb yozilgan bo'lsa, 3 avgustgacha ishlatilmagan qismi qaytarilishi mumkin. Ana shu pulni xalq orasida kuyadi deb aytishadi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxonning pensiyasi 2 million 400 ming so'm. U kartasiga tushgan puldan har oy 1 million so'm yechadi, qolganini yig'adi. Avgust oxirida kartasida 5 million so'm qoldiq bor. U 3 avgustgacha ishlatmasam kuyadi deb hammasini yechib olmoqchi bo'ldi. Bu holatda men unga shunday deyman: agar bu pul oddiy pensiya qoldig'i bo'lsa, uni shoshilib yechishingiz shart emas. Bank kartasidagi pensiya qoldig'i sizniki. Lekin bankdan yoki mobil ilovadan kirimlar tarixini ko'ring. Qaysi kirim pensiya, qaysi kirim ijtimoiy yordam deb kelgan. Agar hammasi pensiya bo'lsa, xavotir yo'q. Ikkinchi misol. Bir onaxonning kartasiga iyul oyida 1 million 800 ming so'm pensiya tushdi. Bundan tashqari 500 ming so'm bir martalik yordam ham tushdi. Bu yordam mahalla tavsiyasi asosida oziq-ovqat va dori uchun berilgan. Agar bu yordam ma'lum dastur doirasida 3 avgustgacha sarflanishi kerak deb belgilangan bo'lsa, ishlatilmagan 5 ming so'm qismi qaytarilishi mumkin. Lekin 1 million 800 ming so'm pensiya bunga kirmaydi. Shuning uchun onaxon hamma pulim kuyadi demasdan faqat o'sha yordamning shartini aniqlash kerak. 3-misol. Nogironligi bo'lgan pensionerga reabilitatsiya vositasi. Masalan, eshitish apparati, hassalar, aravacha yoki dori xaridi uchun elektron imtiyoz ajratilgan bo'lishi mumkin. U odam menga pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul kartada ko'rinmasligi ham mumkin. Lekin tizimda uning nomiga mablag' band qilingan bo'ladi. Agar u belgilangan muddatgacha tibbiyot muassasasi, ijtimoiy xizmat bo'limi yoki tegishli tashkilotga bormasa, ajratilgan limit bekor bo'lishi mumkin. Bu oddiy pensiya emas. Bu imtiyozdan foydalanish huquqi. 4-misol. Qishloqda yashovchi 72 yoshli bu bank kartasini o'g'liga berib qo'ygan. O'g'li pul tushsa yechib beradi. Lekin telefon raqam bu uning nomida emas, SMS xabarnoma ishlamaydi. Mobil ilova yo'q. Bunday vaziyatda bu qaysi pul tushganini bilmaydi. Bir kun unga kompensatsiya tushgan bo'lsa ham u xabar topmasligi mumkin. Muddatli to'lov bo'lsa, vaqtida ishlatilmay qoladi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning farzandiga aytaman: karta kimning nomida bo'lsa, SMS va bank ilovasi ham imkon qadar o'sha odam yoki ishonchli qarindosh nazoratida bo'lsin. Pul tushganini bilmaslik eng katta xatolardan biri. Kimlar albatta xavotir olib tekshirish kerak. Birinchidan, oxirgi oylarda pensiyadan tashqari qo'shimcha yordam olganlar. Ikkinchidan, mahalla, hokimlik, ijtimoiy himoya organlari. Bandlik bo'limi, tibbiyot muassasasi orqali biror imtiyozga ariza berganlar. Uchinchidan, plastik kartasini hali olmagan yoki kartasi bloklanganlar. 4-dan, bankdagi pulni uzoq vaqt tekshirmaganlar. 5-dan, menga falon yordam ajratildi degan xabar kelgan, lekin hali foydalanmaganlar. 6-dan, telefoniga SMS kelgan, lekin uning mazmunini tushunmaganlar. Mana shu odamlar 30 avgustgacha albatta aniqlashtirish kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar siz faqat oddiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayapti, har oy pul tushyapti. Siz uni xohlaganicha ishlatyapsiz, qo'shimcha muddatli yordam olmagansiz. Sizning kartangizdagi oddiy pensiya qoldig'i 3 avgustda kuyadi deb vahima qilishga asos yo'q. Lekin baribir kartadagi kirimlarni tekshirib qo'yish foydali. Chunki ko'p odam o'zi bilmagan holda qo'shimcha kompensatsiya olgan bo'lishi mumkin.
Endi men eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Chunki odamlar ko'pincha aynan shu joylarda xato qiladi. Birinchi nozik jihat. Pul kartada turibdi degani har doim hech qachon yo'qolmaydi degani emas. Agar bu pul oddiy pensiya qoldig'i bo'lsa, u bank hisobida turadi. Lekin agar u maxsus ijtimoiy karta, elektron voucher yoki maqsadli limit ko'rinishida bo'lsa, siz uni oddiy balans sifatida ko'rmasligingiz mumkin. U tizimda ajratilgan bo'ladi, lekin foydalanish muddati bo'ladi. Masalan, dorixona uchun ajratilgan limitni oziq-ovqat do'konida ishlata olmaysiz. Oziq-ovqat uchun ajratilgan yordamni bankomatdan naqd yecha olmaysiz. Kommunal kompensatsiyani boshqa xaridga sarflay olmaysiz. Shuning uchun menda karta bor. Demak, xohlaganimcha ishlataman degan fikr hamisha to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat, bank xodimi hamma narsani bilmasligi mumkin. Bank sizning hisobingizdagi pulni ko'radi, lekin ijtimoiy yordamning shartini mahalla. Ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli tashkilot belgilagan bo'lishi mumkin. Bankka borib bu pul kuyadimi desangiz, bank faqat kartadagi balans haqida javob beradi. Agar mablag' maxsus dasturga tegishli bo'lsa, siz dastur nomini bilishingiz kerak. Shuning uchun savolni aniq bering. Mening kartamga qaysi tashkilotdan, qaysi nom bilan pul tushgan? To'lov izohida nima yozilgan? Bu oddiy pensiyami yoki ijtimoiy yordammi? Mana shunday so'rasangiz, aniqroq javob olasiz. Uchinchi nozik jihat, SMS xabarnomadagi yozuvni o'qish kerak. Ba'zan SMSda pensiya, ijtimoiy to'lov, kompensatsiya, subsidiya, moddiy yordam, nafaqa, to'lov kabi so'zlar bo'ladi. Hamma so'z bir xil emas. Masalan, pensiya boshqa, moddiy yordam boshqa. Agar siz SMSni tushunmasangiz, uni farzandingizga, bank xodimiga yoki mahalla mas'uliga ko'rsating. Lekin begona odamga karta raqami, PIN kod, SMS kod, pasport ma'lumotlarini bermang. Tekshirtirish boshqa, karta sirlarini berish boshqa. To'rtinchi nozik jihat, kartaning muddati tugagan bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar kartaning old tomondagi amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 1224 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil avgust oyigacha amal qiladi degani. Karta muddati tugasa pul yo'q bo'lib ketmaydi, lekin siz undan foydalana olmaysiz. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash kerak. Agar sizning muddatli yordam pulingiz bor, karta ishlamasa muddat o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun kartani ham tekshiring. 5-nozik jihat, ishonchnoma masalasi. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki uzoqda yashasa, uning nomidan farzandi yoki qarindoshi ish yuritishi uchun hujjat kerak bo'lishi mumkin. Oddiy men o'g'liman deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank yoki davlat organi qonuniy asos so'raydi. Ishonchnoma, vasiylik hujjati, pasport, pensionerning arizasi yoki tibbiy holatni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Shu sababli ishni oxirgi kunga qoldirmang. 3 avgust kuni borib, bugun hal qilib beringlar desangiz navbat. Hujjat kamchiligi yoki tizimdagi muammo sabab ulgurmay qolishingiz mumkin. 6-nozik jihat, hamma aytyapti degan gapga ishonib, pulni shoshilib yechib olish ham xavfli. Ayniqsa yoshi katta odamlar katta summani naqd qilib uyda saqlasa, o'g'rilik, yo'qotish, firibgarlik qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik xavfi oshadi. Agar pul oddiy pensiya qoldig'i bo'lsa, uni majburan yechish shart emas. Kartada saqlash ko'p hollarda xavfsizroq. Lekin karta PIN kodini hech kim aytmang. Telefoningizga kelgan kodni bermang. Men bankdaman deb qo'ng'iroq qilganlarga ishonmang. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodini so'ramaydi. 7-nozik jihat, ayrim to'lovlar kelgan pul emas, huquq bo'ladi. Masalan, sanatoriyaga borish yo'llanmasi, bepul dori olish imtiyozi, ijtimoiy xizmat, protez ortopediya vositasi, reabilitatsiya dasturi. Odam buni pul deb kutadi. Aslida esa u xizmat shaklida beriladi. Belgilangan sanagacha murojaat qilmasa, navbatdan tushib qolishi yoki ajratilgan imkoniyat keyingi odamga berilishi mumkin. Shuning uchun sizga yordam ajratildi deysa, albatta so'rang. Bu pulmi, karta balansimi, voucherlimi, yo'llanma yoki xizmatmi? Qayerda ishlatiladi? Oxirgi muddati qachon? 8-nozik jihat, muddatlar har doim ham bir xil bo'lmaydi. Kimdadir 30 avgust bo'lishi mumkin, kimdadir 30 avgust, kimdadir oy oxiri, kimdadir dastur yopilgan sana. Shuning uchun umumiy gapni eshitib o'zingizga tegishli hujjatni ko'rmasdan xulosa chiqarmang. Eng to'g'ri yo'l o'z to'lovingiz manbasini aniqlash. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Buni pensionerning o'zi ham, farzandi ham bajarishi mumkin. Birinchi qadam, kartadagi kirimlarni tekshiring. Bankomatdan mini hisobot oling, bank ilovasiga kiring yoki bank filialiga boring. Oxirgi 2-3 oyda qaysi pullar tushganini ko'ring.
har bir kirimning sanasi, summasi va izohiga qarang. Masalan, 2100 bin so'm pensiya, 300 bin so'm kompensatsiya, 500 bin so'm moddiy yordam. Shu ajratishning o'zi masalaning yarmini hal qiladi. Ikkinchi qadam, pensiya va qo'shimcha to'lovni ajrating. Oddiy pensiya qoldig'idan xavotir olmang, lekin qo'shimcha to'lov bo'lsa, uning shartini aniqlang. Bu pulni qayerda ishlatishim kerak? Naqd yesam bo'ladimi? Faqat do'kondami? Faqat dorixonadami? Oxirgi muddat qachon degan savollarni bering. Uchinchi qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar sizga yordam mahalla orqali tayinlangan bo'lsa, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimdan aniq ma'lumot oling. Agar ijtimoiy himoya tizimi orqali bo'lsa, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga boring yoki telefon orqali bog'laning. U yerda sizning nomingizga qanday yordam ajratilgani, muddati, foydalanish tartibi aytilishi kerak. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Pensioner guvohnomasi bo'lsa, uni ham oling. Bank kartangizni oling. Agar nogironlik bo'yicha imtiyoz bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatni oling. Agar siz boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, ishonchnom yoki qonuniy vakillik hujjatini tayyorlang. Agar tibbiy sabab bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, yozma ariza yozishdan qo'rqmang. Agar sizga og'zaki bilmaymiz, keyin keling, tizim ishlamayapti deyishsa, yozma ariza qoldiring. Arizada shunday yozish mumkin: mening nomimga tushgan pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam mablag'larining turi, summasi, foydalanish muddati va foydalanish tartibi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaga ism, familiya, pasport ma'lumoti, telefon raqami, sana va imzo qo'ying. Nusxasini o'zingizda qoldiring yoki ro'yxatdan o'tkazilganini tasdiqlating. 6-qadam, agar pul maqsadli bo'lsa, uni muddatidan oldin ishlating. Masalan, dori uchun ajratilgan bo'lsa, ro'yxatdagi dorixona kerakli dorini oling. Oziq-ovqat uchun bo'lsa, belgilangan savdo nuqtasidan xarid qiling. Kommunal to'lov uchun bo'lsa, gaz, elektr, suv yoki issiqlik to'loviga yo'naltiring. Lekin shartni buzib, boshqa yo'l bilan naqd qilib beraman degan odamlar bilan ish qilmang. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Keyin javobgarlik sizga ham tushishi ehtimoli bor. 7-qadam, cheklar va SMS'larni saqlang. Xarid qilgan bo'lsangiz, chekni tashlab yubormang. To'lov qilgan bo'lsangiz, kvitansiyani saqlang. Telefoningizdagi SMS'larni o'chirib tashlamang. Keyin men ishlatganman, lekin tizim ko'rsatmayapti degan vaziyat bo'lsa, sizda isbot bo'ladi. 8-qadam. Keksalarga yordam bering. Agar siz bu videoni farzand sifatida ko'rayotgan bo'lsangiz, bugunoq ota-onangizning kartasini, SMS xabarlarini, oxirgi tushumlarini tekshiring. Ularni vahimaga solmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Onajon, hamma pul kuyadi deb qo'rqitish o'rniga, keling qaysi pul pensiya, qaysi pul yordam ekanini aniqlaymiz deng. Eng to'g'ri yondashuv shu. 9-qadam, oxirgi kunga qoldirmang. Agar haqiqatan ham 3 avgustgacha ishlatilishi kerak bo'lgan mablag' bo'lsa, siz 29 yoki 3 avgustda borsangiz, tizimda uzilish bo'lishi, bankda navbat bo'lishi, kerakli tashkilot ishlamasligi, hujjat yetishmasligi mumkin. Shuning uchun bugun tekshiring, ertaga aniqlashtiring. Imkon qadar muddatdan oldin ishni yakunlang. 10-qadam, rasmiy manbaga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanal, ko'chadagi gap qo'shnining aytgani. Bankomat yo'ndagi odamning maslahati, bular rasmiy hujjat emas. Rasmiy ma'lumotni bankdan, pensiya jamg'armasidan, mahalladan, tuman ijtimoiy himoya bo'limidan yoki tegishli davlat tashkilotidan oling. Agar telefon orqali so'rasangiz, xodimning ismini, qaysi bo'limdan gapirayotganini, javob mazmunini yozib qo'ying. Men yana bir bor alohida ta'kidlayman. 30 avgustgacha ishlatilmasa, kuyadigan pullar haqida gap ketganda, avvalo pulning turini aniqlash kerak. Oddiy pensiya bilan muddatli yordamni aralashtirmang. Pensiya bu sizning har oygi qonuniy to'lovingiz. Maqsadli yordam esa shartli bo'lishi mumkin. Farq mana shu yerda. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugungi eng muhim xulosa shuki, hamma pensionerlarning kartadagi pensiya pullari 30 avgustda kuyib ketadi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar, subsidiyalar, vaucherlar va maqsadli mablag'lar belgilangan muddatgacha ishlatilmasa, qaytarilishi yoki bekor bo'lishi mumkin. Shuning uchun vahima qilmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan kartadagi tushumlarni tekshiring. Pulning manbasini aniqlang, kerak bo'lsa bankka, mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz,
Bugun kartangizdagi oxirgi tushumlarni tekshiring. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizga yordam bering. Ayniqsa qo'shimcha yordam olgan, kartasini ishlatmayotgan, SMS'ni tushunmayotgan yoki hujjatlari joyida bo'lmagan odamlar 3 avgustni kutmasdan harakat qilishi kerak. Sizning hududingizda ham 3 avgustgacha ishlatmaganlarning puli kuyadi degan gap tarqaldimi? Sizga qanday to'lov tushgan? Pensiyami yoki yordammi? Izohlarni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini saqlab qoladi.